do'stim Ismoiljon, familiyani Ismoilov degan qo'ysanmi? Ochiqdan aytdim, padarkani olib bo'lganmisan-ku. Padarka bo'lganasiz-ku. Ha, pul kelmagan. Men do'stimni juda ham o'zimga yaqin olganman. Bizni oramizda 40 ham bo'lmaydi. Negaki, bu bizning baxtimiz. Bu janrni juda oson tutish kerak emas. Juda ham nozik, juda ham murakkab janr. Mana shu murakkab janrning egasi Ismoiljon. Men do'stimga uzoq umr baxt-saodat tilayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizni yaxshi kunlaringizda yaxshi, atrofingizda chiroyli kunlar bo'lsa, sizga xizmat qilishni nasib etsin. Konsertlar chiroyli bo'lsin. Katta rahmat.